qiz bizga to'g'ri kelmaydi. Hammasi shunaqa xos qizlarni, hammasiga love story qilish kerak. Badarka kerak-da, qilish kerak. Men unaqa opamam, jiyanim ham yo'q. Esiz joyidami sizni? Ha, xo'p, shuni shundoq berib qo'ya-qo'y. Oyi, Men masalan tilla beraman qo'liga. Hammasi yaxshi bo'ldi. Bir marta o'xshamadi. Ikkinchi marta ham o'xshamadi. Lekin uchinchisida ishon. O'shani qo'liga taqib qo'yasan. siz beravering tillaysiz. Ko'p pul ketmaydi unaqa. 300 yetadi. Hali bo'lgani yo'q, otasi kelgani yo'q. Ko'p gapiryapsan. Ko'ramiz. Oyi, battar bo'lsin. Qamalib ketsin. Ko'chaga tashlab yubormaymiz-ku, jon bolam. Tezroq keling. Iltimos. Salom do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Rangsiz gullarning 101 qismi bizni hayajon va hissiyotlar daryosiga olib ketdi. Bu qism sir va o'gir qarorlar haqida edi. Yashirinliklar oila ichida kuchaydi. Fardaning siri uning uy qurgan dunyosini tebranishga solayotgandek tuyuldi. Kechki ovqat paytidagi jimlik va bir-biriga tegmaydigan qarashlar orqali rejissyor bizga oilaviy muammolar chuqurligini sezdirdi. Yosh sevgi juftligi Lola va Jamshidning hikoyasi hayajonli burilish oldi. Ular oila roziligisiz uchrashishga qaror qilishdi, lekin bu qadar katta qadam oqibatlarsiz qolmaydi. Ularning siri ochilishi mumkinmi? Yoki kutilmagan bir voqea ularni qiyin tanlov oldiga qo'yadimi? 102 qism haqida gapiradigan bo'lsak, mening bashoratimcha bu haqiqatlar ochilishi qismi bo'ladi. Uzoq davom etgan jimlik va shubhalar kuchli janjalga aylanadi. Farda va Sardor o'rtasidagi keskin suhbat oiladagi barcha sirni fosh qilishi mumkin. Bu nafaqat ularning nikohini, balki butun oila a'zolari munosabatlarini sinab ko'radi. Bosh qahramon Hilola bu borada qanday rol o'ynaydi? U hali ham tinchlik saqlashga harakat qiladi, lekin bu marta uning sa'y-harakatlari yetarli bo'lmasligi mumkin. Yosh juftlik Lola va Jamshid uchun esa qiyin sinovlar kutyapti. Oila ularning munosabatlariga qat'iy qarshilik ko'rsatsa, ular nima qilishadi? Barcha bu savollarga javob 102 qismda beriladi deb o'ylayman. Sizning fikringiz qanday? 101 qismda sizni eng ko'p hayron qoldirgan voqea qaysi edi? Izohlar bo'limida o'z fikringizni bildiring. Agar sizga ushbu sharh yoqqan bo'lsa, videoni like bosish va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rishguncha, xayr. Salom do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Rangsiz gullarning 101 qismi bizni hayajon va hissiyotlar daryosiga olib ketdi. Bu qism sir va o'gir qarorlar haqida edi. Yashirinliklar oila ichida kuchaydi. Fardaning siri uning uy qurgan dunyosini tebranishga solayotgandek tuyuldi. Kechki ovqat paytidagi jimlik va bir-biriga tegmaydigan qarashlar orqali rejissyor bizga oilaviy muammolar chuqurligini sezdirdi. Yosh sevgi juftligi Lola va Jamshidning hikoyasi hayajonli burilish oldi. Ular oila roziligisiz uchrashishga qaror qilishdi, lekin bu qadar katta qadam oqibatlarsiz qolmaydi. Ularning siri ochilishi mumkinmi? Yoki kutilmagan bir voqea ularni qiyin tanlov oldiga qo'yadimi? 102 qism haqida gapiradigan bo'lsak, mening bashoratimcha bu haqiqatlar ochilishi qismi bo'ladi. Uzoq davom etgan jimlik va shubhalar kuchli janjalga aylanadi. Farda va Sardor o'rtasidagi keskin suhbat oiladagi barcha sirni fosh qilishi mumkin. Bu nafaqat ularning nikohini, balki butun oila a'zolari munosabatlarini sinab ko'radi. Bosh qahramon Hilola bu borada qanday rol o'ynaydi? U hali ham tinchlik saqlashga harakat qiladi, lekin bu marta uning sa'y-harakatlari yetarli bo'lmasligi mumkin. Yosh juftlik Lola va Jamshid uchun esa qiyin sinovlar kutyapti. Oila ularning munosabatlariga qat'iy qarshilik ko'rsatsa, ular nima qilishadi? Barcha bu savollarga javob 102 qismda beriladi deb o'ylayman. Sizning fikringiz qanday? 101 qismda sizni eng ko'p hayron qoldirgan voqea qaysi edi? Izohlar bo'limida o'z fikringizni bildiring. Agar sizga ushbu sharh yoqqan bo'lsa, videoni like bosish va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rishguncha, xayr. Salom do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Rangsiz gullarning 101 qismi bizni hayajon va hissiyotlar daryosiga olib ketdi. Bu qism sir va o'gir qarorlar haqida edi. Yashirinliklar oila ichida kuchaydi. Fardaning siri uning uy qurgan dunyosini tebranishga solayotgandek tuyuldi. Kechki ovqat paytidagi jimlik va bir-biriga tegmaydigan qarashlar orqali rejissyor bizga oilaviy muammolar chuqurligini sezdirdi. Yosh sevgi juftligi Lola va Jamshidning hikoyasi hayajonli burilish oldi.
Ular oila roziligisiz uchrashishga qaror qilishdi, lekin bu qadar katta qadam o'gibatlarsiz qolmaydi. Ularning siri ochilishi mumkinmi? Yoki kutilmagan bir voqea ularni qiyin tanlov oldiga qo'yadimi? 102 qism haqida gapiradigan bo'lsak, mening bashoratimcha, bu haqiqatlar ochilishi qismi bo'ladi. Uzoq davom etgan jimlik va shubhalar kuchli janjalga aylanadi. Farida va Sardor o'rtasidagi keskin suhbat oiladagi barcha sirni fosh qilishi mumkin. Bu nafaqat ularning nikohini, balki butun oila a'zolari munosabatlarini sinab ko'radi. Bosh qahramon Hilola bu borada qanday rol o'ynaydi? U hali ham tinchlik saqlashga harakat qiladi, lekin bu marta uning sa'y-harakatlari yetarli bo'lmasligi mumkin. Yosh juftlik Lola va Jamshid uchun esa qiyin sinovlar kutyapti. Oila ularning munosabatlariga qat'iy qarshilik ko'rsatsa, ular nima qilishadi? Barcha bu savollarga javob 102 qismda beriladi deb o'ylayman. Sizning fikringiz qanday? 101 qismda sizni eng ko'p hayron qoldirgan voqea qaysi edi? Izohlar bo'limida o'z fikringizni bildiring. Agar sizga ushbu sharh yoqqan bo'lsa, videoni like bosish va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rishguncha, xayr. Salom do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Rangsiz gullarning 101 qismi bizni hayajon va hissiyotlar daryosiga olib ketdi. Bu qism sir va o'gir qarorlar haqida edi. Yashirinliklar oila ichida kuchaydi. Faridaning siri uning uy qurgan dunyosini tebranishga solayotgandek tuyuldi. Kechki ovqat paytidagi jimlik va bir-biriga tegmaydigan qarashlar orqali rejissyor bizga oilaviy muammolar chuqurligini sezdirdi. Yosh sevgi juftligi Lola va Jamshidning hikoyasi hayajonli burilish oldi. Ular oila roziligisiz uchrashishga qaror qilishdi, lekin bu qadar katta qadam o'gibatlarsiz qolmaydi. Ularning siri ochilishi mumkinmi? Yoki kutilmagan bir voqea ularni qiyin tanlov oldiga qo'yadimi? 102 qism haqida gapiradigan bo'lsak, mening bashoratimcha, bu haqiqatlar ochilishi qismi bo'ladi. Uzoq davom etgan jimlik va shubhalar kuchli janjalga aylanadi. Farida va Sardor o'rtasidagi keskin suhbat oiladagi barcha sirni fosh qilishi mumkin. Bu nafaqat ularning nikohini, balki butun oila a'zolari munosabatlarini sinab ko'radi. Bosh qahramon Hilola bu borada qanday rol o'ynaydi? U hali ham tinchlik saqlashga harakat qiladi, lekin bu marta uning sa'y-harakatlari yetarli bo'lmasligi mumkin. Yosh juftlik Lola va Jamshid uchun esa qiyin sinovlar kutyapti. Oila ularning munosabatlariga qat'iy qarshilik ko'rsatsa, ular nima qilishadi? Barcha bu savollarga javob 102 qismda beriladi deb o'ylayman. Sizning fikringiz qanday? 101 qismda sizni eng ko'p hayron qoldirgan voqea qaysi edi? Izohlar bo'limida o'z fikringizni bildiring. Agar sizga ushbu sharh yoqqan bo'lsa, videoni like bosish va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rishguncha, xayr. Salom do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Rangsiz gullarning 101 qismi bizni hayajon va hissiyotlar daryosiga olib ketdi. Bu qism sir va o'gir qarorlar haqida edi. Yashirinliklar oila ichida kuchaydi. Faridaning siri uning uy qurgan dunyosini tebranishga solayotgandek tuyuldi. Kechki ovqat paytidagi jimlik va bir-biriga tegmaydigan qarashlar orqali rejissyor bizga oilaviy muammolar chuqurligini sezdirdi. Yosh sevgi juftligi Lola va Jamshidning hikoyasi hayajonli burilish oldi. Ular oila roziligisiz uchrashishga qaror qilishdi, lekin bu qadar katta qadam o'gibatlarsiz qolmaydi. Ularning siri ochilishi mumkinmi? Yoki kutilmagan bir voqea ularni qiyin tanlov oldiga qo'yadimi? 102 qism haqida gapiradigan bo'lsak, mening bashoratimcha, bu haqiqatlar ochilishi qismi bo'ladi. Uzoq davom etgan jimlik va shubhalar kuchli janjalga aylanadi. Farida va Sardor o'rtasidagi keskin suhbat oiladagi barcha sirni fosh qilishi mumkin. Bu nafaqat ularning nikohini, balki butun oila a'zolari munosabatlarini sinab ko'radi. Bosh qahramon Hilola bu borada qanday rol o'ynaydi? U hali ham tinchlik saqlashga harakat qiladi, lekin bu marta uning sa'y-harakatlari yetarli bo'lmasligi mumkin. Yosh juftlik Lola va Jamshid uchun esa qiyin sinovlar kutyapti. Oila ularning munosabatlariga qat'iy qarshilik ko'rsatsa, ular nima qilishadi? Barcha bu savollarga javob 102 qismda beriladi deb o'ylayman. Sizning fikringiz qanday? 101 qismda sizni eng ko'p hayron qoldirgan voqea qaysi edi? Izohlar bo'limida o'z fikringizni bildiring. Agar sizga ushbu sharh yoqqan bo'lsa, videoni like bosish va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rishguncha, xayr. Salom do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Rangsiz gullarning 101 qismi bizni hayajon va hissiyotlar daryosiga olib ketdi. Bu qism sir va o'gir qarorlar haqida edi.
Yashirinliklar oila ichida kuchaydi. Faridaning siri uning uy qurgan dunyosini tebranishga solayotgandek tuyuldi. Kechki ovqat paytidagi jimlik va bir-biriga tegmaydigan qarashlar orqali rejissyor bizga oilaviy muammolar chuqurligini sezdirdi. Yosh sevgi juftligi Lola va Jamshidning hikoyasi hayajonli burilish oldi. Ular oila roziligisiz uchrashishga qaror qilishdi, lekin bu qadar katta qadam o'gibatlarsiz qolmaydi. Ularning siri ochilishi mumkinmi? Yoki kutilmagan bir voqea ularni qiyin tanlov oldiga qo'yadimi? 102 qism haqida gapiradigan bo'lsak, mening bashoratimcha, bu haqiqatlar ochilishi qismi bo'ladi. Uzoq davom etgan jimlik va shubhalar kuchli janjalga aylanadi. Farida va Sardor o'rtasidagi keskin suhbat oiladagi barcha sirni fosh qilishi mumkin. Bu nafaqat ularning nikohini, balki butun oila a'zolari munosabatlarini sinab ko'radi. Bosh qahramon Hilola bu borada qanday rol o'ynaydi? U hali ham tinchlik saqlashga harakat qiladi, lekin bu marta uning sa'y-harakatlari yetarli bo'lmasligi mumkin. Yosh juftlik Lola va Jamshid uchun esa qiyin sinovlar kutyapti. Oila ularning munosabatlariga qat'iy qarshilik ko'rsatsa, ular nima qilishadi? Barcha bu savollarga javob 102 qismda beriladi deb o'ylayman. Sizning fikringiz qanday? 101 qismda sizni eng ko'p hayron qoldirgan voqea qaysi edi? Izohlar bo'limida o'z fikringizni bildiring. Agar sizga ushbu sharh yoqqan bo'lsa, videoni like bosish va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rishguncha, xayr. Salom do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Rangsiz gullarning 101 qismi bizni hayajon va hissiyotlar daryosiga olib ketdi. Bu qism sir va o'gir qarorlar haqida edi. Yashirinliklar oila ichida kuchaydi. Faridaning siri uning uy qurgan dunyosini tebranishga solayotgandek tuyuldi. Kechki ovqat paytidagi jimlik va bir-biriga tegmaydigan qarashlar orqali rejissyor bizga oilaviy muammolar chuqurligini sezdirdi. Yosh sevgi juftligi Lola va Jamshidning hikoyasi hayajonli burilish oldi. Ular oila roziligisiz uchrashishga qaror qilishdi, lekin bu qadar katta qadam o'gibatlarsiz qolmaydi. Ularning siri ochilishi mumkinmi? Yoki kutilmagan bir voqea ularni qiyin tanlov oldiga qo'yadimi? 102 qism haqida gapiradigan bo'lsak, mening bashoratimcha, bu haqiqatlar ochilishi qismi bo'ladi. Uzoq davom etgan jimlik va shubhalar kuchli janjalga aylanadi. Farida va Sardor o'rtasidagi keskin suhbat oiladagi barcha sirni fosh qilishi mumkin. Bu nafaqat ularning nikohini, balki butun oila a'zolari munosabatlarini sinab ko'radi. Bosh qahramon Hilola bu borada qanday rol o'ynaydi? U hali ham tinchlik saqlashga harakat qiladi, lekin bu marta uning sa'y-harakatlari yetarli bo'lmasligi mumkin. Yosh juftlik Lola va Jamshid uchun esa qiyin sinovlar kutyapti. Oila ularning munosabatlariga qat'iy qarshilik ko'rsatsa, ular nima qilishadi? Barcha bu savollarga javob 102 qismda beriladi deb o'ylayman. Sizning fikringiz qanday? 101 qismda sizni eng ko'p hayron qoldirgan voqea qaysi edi? Izohlar bo'limida o'z fikringizni bildiring. Agar sizga ushbu sharh yoqqan bo'lsa, videoni like bosish va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rishguncha, xayr. Salom do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Rangsiz gullarning 101 qismi bizni hayajon va hissiyotlar daryosiga olib ketdi. Bu qism sir va o'gir qarorlar haqida edi. Yashirinliklar oila ichida kuchaydi. Faridaning siri uning uy qurgan dunyosini tebranishga solayotgandek tuyuldi. Kechki ovqat paytidagi jimlik va bir-biriga tegmaydigan qarashlar orqali rejissyor bizga oilaviy muammolar chuqurligini sezdirdi. Yosh sevgi juftligi Lola va Jamshidning hikoyasi hayajonli burilish oldi. Ular oila roziligisiz uchrashishga qaror qilishdi, lekin bu qadar katta qadam o'gibatlarsiz qolmaydi. Ularning siri ochilishi mumkinmi? Yoki kutilmagan bir voqea ularni qiyin tanlov oldiga qo'yadimi? 102 qism haqida gapiradigan bo'lsak, mening bashoratimcha, bu haqiqatlar ochilishi qismi bo'ladi. Uzoq davom etgan jimlik va shubhalar kuchli janjalga aylanadi. Farida va Sardor o'rtasidagi keskin suhbat oiladagi barcha sirni fosh qilishi mumkin. Bu nafaqat ularning nikohini, balki butun oila a'zolari munosabatlarini sinab ko'radi. Bosh qahramon Hilola bu borada qanday rol o'ynaydi? U hali ham tinchlik saqlashga harakat qiladi, lekin bu marta uning sa'y-harakatlari yetarli bo'lmasligi mumkin. Yosh juftlik Lola va Jamshid uchun esa qiyin sinovlar kutyapti. Oila ularning munosabatlariga qat'iy qarshilik ko'rsatsa, ular nima qilishadi? Barcha bu savollarga javob 102 qismda beriladi deb o'ylayman. Sizning fikringiz qanday? 101 qismda sizni eng ko'p hayron qoldirgan voqea qaysi edi? Izohlar bo'limida o'z fikringizni bildiring.
Agar sizga ushbu sharh yoqqan bo'lsa, videoni like bosish va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rishguncha, xayr. Salom do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Rangsiz gullarning 101 qismi bizni hayajon va hissiyotlar daryosiga olib ketdi. Bu qism sir va o'gir qarorlar haqida edi. Yashirinliklar oila ichida kuchaydi. Fardaning siri uning uy qurgan dunyosini tebranishga solayotgandek tuyuldi. Kechki ovqat paytidagi jimlik va bir-biriga tegmaydigan qarashlar orqali rejissyor bizga oilaviy muammolar chuqurligini sezdirdi. Yosh sevgi juftligi Lola va Jamshidning hikoyasi hayajonli burilish oldi. Ular oila roziligisiz uchrashishga qaror qilishdi, lekin bu qadar katta qadam o'gibatlarsiz qolmaydi. Ularning siri ochilishi mumkinmi? Yoki kutilmagan bir voqea ularni qiyin tanlov oldiga qo'yadimi? 102 qism haqida gapiradigan bo'lsak, mening bashoratimcha, bu haqiqatlar ochilishi qismi bo'ladi. Uzoq davom etgan jimlik va shubhalar kuchli janjalga aylanadi. Farda va Sardor o'rtasidagi keskin suhbat oiladagi barcha sirni fosh qilishi mumkin. Bu nafaqat ularning nikohini, balki butun oila a'zolari munosabatlarini sinab ko'radi. Bosh qahramon Lola bu borada qanday rol o'ynaydi? U hali ham tinchlik saqlashga harakat qiladi, lekin bu marta uning sa'y-harakatlari yetarli bo'lmasligi mumkin. Yosh juftlik Lola va Jamshid uchun esa qiyin sinovlar kutyapti. Oila ularning munosabatlariga qat'iy qarshilik ko'rsatsa, ular nima qilishadi? Barcha bu savollarga javob 102 qismda beriladi deb o'ylayman. Sizning fikringiz qanday? 101 qismda sizni eng ko'p hayron qoldirgan voqea qaysi edi? Izohlar bo'limida o'z fikringizni bildiring. Agar sizga ushbu sharh yoqqan bo'lsa, videoni like bosish va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rishguncha, xayr. Salom do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Rangsiz gullarning 101 qismi bizni hayajon va hissiyotlar daryosiga olib ketdi. Bu qism sir va o'gir qarorlar haqida edi. Yashirinliklar oila ichida kuchaydi. Fardaning siri uning uy qurgan dunyosini tebranishga solayotgandek tuyuldi. Kechki ovqat paytidagi jimlik va bir-biriga tegmaydigan qarashlar orqali rejissyor bizga oilaviy muammolar chuqurligini sezdirdi. Yosh sevgi juftligi Lola va Jamshidning hikoyasi hayajonli burilish oldi. Ular oila roziligisiz uchrashishga qaror qilishdi, lekin bu qadar katta qadam o'gibatlarsiz qolmaydi. Ularning siri ochilishi mumkinmi? Yoki kutilmagan bir voqea ularni qiyin tanlov oldiga qo'yadimi? 102 qism haqida gapiradigan bo'lsak, mening bashoratimcha, bu haqiqatlar ochilishi qismi bo'ladi. Uzoq davom etgan jimlik va shubhalar kuchli janjalga aylanadi. Farda va Sardor o'rtasidagi keskin suhbat oiladagi barcha sirni fosh qilishi mumkin. Bu nafaqat ularning nikohini, balki butun oila a'zolari munosabatlarini sinab ko'radi. Bosh qahramon Lola bu borada qanday rol o'ynaydi? U hali ham tinchlik saqlashga harakat qiladi, lekin bu marta uning sa'y-harakatlari yetarli bo'lmasligi mumkin. Yosh juftlik Lola va Jamshid uchun esa qiyin sinovlar kutyapti. Oila ularning munosabatlariga qat'iy qarshilik ko'rsatsa, ular nima qilishadi? Barcha bu savollarga javob 102 qismda beriladi deb o'ylayman. Sizning fikringiz qanday? 101 qismda sizni eng ko'p hayron qoldirgan voqea qaysi edi? Izohlar bo'limida o'z fikringizni bildiring. Agar sizga ushbu sharh yoqqan bo'lsa, videoni like bosish va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rishguncha, xayr. Salom do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Rangsiz gullarning 101 qismi bizni hayajon va hissiyotlar daryosiga olib ketdi. Bu qism sir va o'gir qarorlar haqida edi. Yashirinliklar oila ichida kuchaydi. Fardaning siri uning uy qurgan dunyosini tebranishga solayotgandek tuyuldi. Kechki ovqat paytidagi jimlik va bir-biriga tegmaydigan qarashlar orqali rejissyor bizga oilaviy muammolar chuqurligini sezdirdi. Yosh sevgi juftligi Lola va Jamshidning hikoyasi hayajonli burilish oldi. Ular oila roziligisiz uchrashishga qaror qilishdi, lekin bu qadar katta qadam o'gibatlarsiz qolmaydi. Ularning siri ochilishi mumkinmi? Yoki kutilmagan bir voqea ularni qiyin tanlov oldiga qo'yadimi? 102 qism haqida gapiradigan bo'lsak, mening bashoratimcha, bu haqiqatlar ochilishi qismi bo'ladi. Uzoq davom etgan jimlik va shubhalar kuchli janjalga aylanadi. Farda va Sardor o'rtasidagi keskin suhbat oiladagi barcha sirni fosh qilishi mumkin. Bu nafaqat ularning nikohini, balki butun oila a'zolari munosabatlarini sinab ko'radi. Bosh qahramon Lola bu borada qanday rol o'ynaydi? U hali ham tinchlik saqlashga harakat qiladi, lekin bu marta uning sa'y-harakatlari yetarli bo'lmasligi mumkin. Yosh juftlik Lola va Jamshid uchun esa qiyin sinovlar kutyapti.
Oila ularning munosabatlariga qat'iy qarshilik ko'rsatsa, ular nima qilishadi? Barcha bu savollarga javob 102 qismda beriladi deb o'ylayman. Sizning fikringiz qanday? 101 qismda sizni eng ko'p hayron qoldirgan voqea qaysi edi? Izohlar bo'limida o'z fikringizni bildiring. Agar sizga ushbu sharh yoqqan bo'lsa, videoni like bosish va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rishguncha, xayr. Salom do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Rangsiz gullarning 101 qismi bizni hayajon va hissiyotlar daryosiga olib ketdi. Bu qism sir va o'gir qarorlar haqida edi. Yashirinliklar oila ichida kuchaydi. Fardaning siri uning uy qurgan dunyosini tebranishga solayotgandek tuyuldi. Kechki ovqat paytidagi jimlik va bir-biriga tegmaydigan qarashlar orqali rejissyor bizga oilaviy muammolar chuqurligini sezdirdi. Yosh sevgi juftligi Lola va Jamshidning hikoyasi hayajonli burilish oldi. Ular oila roziligisiz uchrashishga qaror qilishdi, lekin bu qadar katta qadam o'gibatlarsiz qolmaydi. Ularning siri ochilishi mumkinmi? Yoki kutilmagan bir voqea ularni qiyin tanlov oldiga qo'yadimi? 102 qism haqida gapiradigan bo'lsak, mening bashoratimcha, bu haqiqatlar ochilishi qismi bo'ladi. Uzoq davom etgan jimlik va shubhalar kuchli janjalga aylanadi. Farda va Sardor o'rtasidagi keskin suhbat oiladagi barcha sirni fosh qilishi mumkin. Bu nafaqat ularning nikohini, balki butun oila a'zolari munosabatlarini sinab ko'radi. Bosh qahramon Lola bu borada qanday rol o'ynaydi? U hali ham tinchlik saqlashga harakat qiladi, lekin bu marta uning sa'y-harakatlari yetarli bo'lmasligi mumkin. Yosh juftlik Lola va Jamshid uchun esa qiyin sinovlar kutyapti. Oila ularning munosabatlariga qat'iy qarshilik ko'rsatsa, ular nima qilishadi? Barcha bu savollarga javob 102 qismda beriladi deb o'ylayman. Sizning fikringiz qanday? 101 qismda sizni eng ko'p hayron qoldirgan voqea qaysi edi? Izohlar bo'limida o'z fikringizni bildiring. Agar sizga ushbu sharh yoqqan bo'lsa, videoni like bosish va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rishguncha, xayr. Salom do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Rangsiz gullarning 101 qismi bizni hayajon va hissiyotlar daryosiga olib ketdi. Bu qism sir va o'gir qarorlar haqida edi. Yashirinliklar oila ichida kuchaydi. Fardaning siri uning uy qurgan dunyosini tebranishga solayotgandek tuyuldi. Kechki ovqat paytidagi jimlik va bir-biriga tegmaydigan qarashlar orqali rejissyor bizga oilaviy muammolar chuqurligini sezdirdi. Yosh sevgi juftligi Lola va Jamshidning hikoyasi hayajonli burilish oldi. Ular oila roziligisiz uchrashishga qaror qilishdi, lekin bu qadar katta qadam o'gibatlarsiz qolmaydi. Ularning siri ochilishi mumkinmi? Yoki kutilmagan bir voqea ularni qiyin tanlov oldiga qo'yadimi? 102 qism haqida gapiradigan bo'lsak, mening bashoratimcha, bu haqiqatlar ochilishi qismi bo'ladi. Uzoq davom etgan jimlik va shubhalar kuchli janjalga aylanadi. Farda va Sardor o'rtasidagi keskin suhbat oiladagi barcha sirni fosh qilishi mumkin. Bu nafaqat ularning nikohini, balki butun oila a'zolari munosabatlarini sinab ko'radi. Bosh qahramon Lola bu borada qanday rol o'ynaydi? U hali ham tinchlik saqlashga harakat qiladi, lekin bu marta uning sa'y-harakatlari yetarli bo'lmasligi mumkin. Yosh juftlik Lola va Jamshid uchun esa qiyin sinovlar kutyapti. Oila ularning munosabatlariga qat'iy qarshilik ko'rsatsa, ular nima qilishadi? Barcha bu savollarga javob 102 qismda beriladi deb o'ylayman. Sizning fikringiz qanday? 101 qismda sizni eng ko'p hayron qoldirgan voqea qaysi edi? Izohlar bo'limida o'z fikringizni bildiring. Agar sizga ushbu sharh yoqqan bo'lsa, videoni like bosish va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rishguncha, xayr. Salom do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Rangsiz gullarning 101 qismi bizni hayajon va hissiyotlar daryosiga olib ketdi. Bu qism sir va o'gir qarorlar haqida edi. Yashirinliklar oila ichida kuchaydi. Fardaning siri uning uy qurgan dunyosini tebranishga solayotgandek tuyuldi. Kechki ovqat paytidagi jimlik va bir-biriga tegmaydigan qarashlar orqali rejissyor bizga oilaviy muammolar chuqurligini sezdirdi. Yosh sevgi juftligi Lola va Jamshidning hikoyasi hayajonli burilish oldi. Ular oila roziligisiz uchrashishga qaror qilishdi, lekin